Nahotki biz har kuni shu iflos havodan nafas olsak. Aynan mana shu kichik narsalar bizning havomizning zaharlanishiga va insonlarning kasallanishiga sabab bo'layotgan kichik qotillardir. Agar biz bu muammoga jim qarab tursak, bu muammo bizni jimlikda yo'q qiladi. Bu iflos havodan nafas olishga majburmiz va bundan qochib qutulishning esa iloji yo'q. Havoning zararli chang va ifloslanishidan o'zingizni himoya qilish uchun eng muhim omil bu albatta niqob taqishdir. O'zingizni asrang. Iflos havo har yili millionlab insonlarning hayotiga zarar yetkazyapti. Ammo tashlanilgan har bir kichik qadam katta natijalarga olib keladi. Toza havo toza hayotning boshlanishidir. Va nasr barchamizning burchimizdir.